Qalbdagi umid. Muallif Qora ko'z. Qorong'u tushgani sari g'alati ahvolga tusha boshladim. Singlim ketishni istamasa, nima qilaman degan savol qiynayverdi. Hammom oldidan o'tayotganda bir gapni eshitmaguncha xayolim Samishga uydan ketish haqida qanday aytishni o'ylagandi. Dadam o'zlarini tunaydigan 2 kishilik yotoqxonaga kirib ketishlari bilan Muhammad Yusufga qo'ng'iroq qildim. Ko'p kuttirmay u ham tezda javob berdi va kelganini ma'lum qildi. U bilan qo'ng'iroqni o'chirgan zahotim singlim o'tirgan xonaga uchib kirdim. Singlimga ko'cha boshidagi mashinaga chiqishini, men esa saldan so'ng ortidan borishimni tayinladim. "Opa, qayerda qoldingiz? Menga tushuntirib bera olasizmi?" Mashinaga chiqishim bilan singlimni xavotirli ovoz yangradi. Unga nima deyishga o'ylanib qoldim. Axir unga dadamiz seni ham sotibdi, erta-indin olib ketish uchun kelishar ekan deya olarmidim. Sen ham men kabi qiynalmagin, men singari orzularing armon bo'lmasin. Baxtqaro opang kabi bir maxluqni nafsi yo'lida nomussiz bo'lma deyishga qanday tilim borardi. Singlim, hammasi seni kelajaging uchunligini bilsayding balki. Namuncha hovliqmasang Samish, xavotir olma, biz gapimni o'rtasidan bo'lib qo'ygani uchun unga aytmoqchi bo'lgan haqiqatlar ichimda qolib ketdi. Yusuf aka aytgan gaplar rostmi? Yusufga nima deding degandek olaqarash qilib singlimga yuzlandim. Yusuf akang senga nima dedi? Xo'sh, singiljon. Gapga singlimdan avval Yusufni o'zi qo'shildi. Aytarli hech narsa demadim. Shunchaki hazil qilayotgandim. Shundaymi kichkintoy? Siri ochilib qolmasligi uchun singlimga ma'noli qarash qilgan Yusufga o'qrayib qarab, shunchaki hazil qilganiga ishona olmadim. Hazil emasligini shundoq ko'zlari sotib turibdi. Gapira qolsam ham singlimga gapiryapman-u, lekin haliyam Yusufdan ko'zlarimni uzmayapman. Yusuf akani aytishlari bo'yicha ular bizni olib qochishni reja qilishibdi. Shu rostmi? Yoki rostdan hazil edimi bu? Singlimning yuzidagi ifodani tushuna olmadim to'g'risi. O'tgan 5 yil nafaqat menga, balki singlimga ham ta'sir o'tkazganiga amin bo'ldim. Qarashlarimga dosh bera olmagan Yusuf o'zicha bizga "Sizlar gaplashib olinglar, men hozir" deya mashinadan tushib qoldi. Bu ishni nafaqat meni qarashlarimda qochish uchun, balki singlimga bu yerdan ketishimiz kerakligini tushuntirishim uchun kelganini ich-ichimdan his qildim. 3 daqiqalik sukutdan so'ng xayolimni yig'ib gap boshladim. Samish, bilasanmi? Bizni hech kim olib qocha olmaydi. Chunki bu ishni o'zimiz amalga oshiramiz. Samiyani hayratdan katta bo'lib ketgan ko'zlariga, ochilib qolgan og'ziga qarab, kulgancha qattiq bag'rimga bosib oldim uni. Lekin u shunchalik hayratda qolibdiki, quchib olganimni ham, undan uzoqlashganimni ham sezmadi. Kiprik ham qoqmayapti. Uni o'zimdan uzoqlatib, beozor turtdim. Shundagina o'ziga kelganini payqadim. Chuqur nafas olib, unga aniqroq tushuntirmoqchi bo'lganimda, uning gaplari sabab bir on gaplarimni unutib qo'ydim. "Voy opa, hazillashyapsiz-a? Axir dadam nima bo'ladilar? Dadam bizni kaltaklasalar ham, och qoldirib, yerga ursalar ham bizni juda yaxshi ko'radilar." Bu gaplarni eshitib, farzandlarini yaxshi ko'rgan odam. Ularni sotmaydi degim keldi-yu, lekin singlimni gapini ham bo'lgim kelmadi. Agar nima demoqchiligini bilganimda, balki boshqa gapirishga yo'l qo'ymasmidim. Menga buni o'zlari aytganlar. Siz qochib ketganda. So'nggi so'zi chiqdi-yu, og'zini qo'llari bilan berkitib oldi. Ko'zlarini olib qochib, mendan uzr so'ray ketdi. Hozir menga qanchalik qiyin ekanligini bilsayding singlim, balki bilmasdan ham bunday o'ylarni xayolingga ham keltirmasmiding? Opa, men bunday demoqchi emasdim, meni kechiring. Bilmay qoldim. Nima deyotganimni bilmay qoldim. Mendan xafa bo'lmang, o'tinaman. Mendan ranjimang. Ko'zlarimdan o'z ixtiyorimga qarshi yoshlar chiqyapti. To'xtatishga qancha urinmay, harakatlarim bari bekor. Eng yaqinimdan shunday gap eshitaman deb o'ylamagandim. Aslida boshga tushmaguncha birovni dardini boshqa birov bilmaydi. Ya'ni boshga tushmaguncha his qila olmaydi.
Singlim meni qanchalik azob chekkanimni eshitdi xolos. Ko'rmadi yo his qilmadi. Shunchaki men eshitishni istagan hikoyamni tingladi xolos. Chuqur-chuqur nafas olib, o'zimni tutishga harakat qildim. Iloji boricha tezroq tinchlanishga harakat qilar ekanman. Bu foyda bermasdi. Asta oynani ochib, havodan to'yib nafas oldim. Shundagina biroz yengillashgandek bo'ldim. Samiyaga ham ahamiyat bermabman. Menchalik bo'lmasa ham, lekin anchagina yig'lab olgani, yuzlari oqarib, burnining uchi qizarib qolganidan ma'lum. O'zimni qo'lga olgunimcha singlim bu ahvolga tushadi deya o'ylamagandim. Uni bag'rimga bosib, ko'z yoshlarini artdim. Bo'ldi. O'tib ketdi. Yig'lamasang-chi Samish, qara hozir men ham yana yig'layman, maylimi? Unga yoshli ko'zlarim bilan tikilar ekanman. Tezgina ko'z yoshlarini artishga tushdi. Meni kechiring opajon. Yana kechirim so'rashga kirishishi bilan uni jim qildim. Bo'ldi. Hozir aytmoqchi bo'lgan gapim esimdan chiqadi, tezroq gapirmasam. Aytavering, eshitaman. Bilasanmi singlim? Dadam bizni suyib katta qilmagani uchun ular bizni yaxshi ko'rmaydi degan fikrga kelganman. Bunday o'ydan yiroq edim, toki o'sha kungacha. Hayot kitobimning qora sahifalariga duch kelmaguncha. Gapimni bo'lma. Avval aytib olay. Ko'zingga xudbindek ko'rinayotgandirman. Lekin men sen uchun harakat qilyapman. Men singari hayotdan to'yib, o'z joningga qasd qilishingni istamayman. Gaplarim yoqmasa ham, men sendan ilk marta iltimos qilaman. Singlim, bu yerlardan qoch. O'z orzularing, o'z kelajaging uchun, o'tmishdagi menga bo'lgan hurmating uchun. Balki hozir meni hurmat qilmassan, lekin avval juda qattiq hurmat qilarding. To'g'rimi? Hozir sendan ilk va so'nggi marta iltimos qilyapman. Bu yerdan ketib, hayotingni qutqarishingni. Qalb og'rig'ini uni boshdan o'tkazgan insongina tushunadi. Tana og'rig'idan biror belgi qolishi mumkin. Uni ko'rgan odam achinadi. Lekin qalb yaralarini hech kim o'z ko'zi bilan ko'ra olmaydi. U ko'rinmasdir. Bu yarani faqat his qilish mumkin. Singlimni o'zimdan uzoqlatish qancha qiyin bo'lmasin, bu sodir bo'lishi kerak narsa. Xo'sh, unda eshit meni. Yusuf seni xavfsiz joyga olib boradi. Bir muddat uning o'zi senga ko'z quloq bo'ladi. Nima? Siz nimalar deyapsiz, opa? Hayronligidan og'zini yopolmayotgan singlimga boqib, kulib yubordim. Ko'zlaringni kichikroq ochib, og'zingni yop. Sal avval yig'layotgan qizaloq sen ekaningga ishongim kelmaydi. Hayajon, ayriliq dardi bilan nima gap aytayotganimni ham anglolmay qoldim. Opa, sizchi? Oldindan ogohlantiray. Men sizsiz ketmayman hech qayerga. Ketasan singlim, ketasan. Ketmaganingga qo'ymayman. Bilasanmi, hozir ikkimiz ham ketolmaymiz. Bu yerda ozgina muddat qolib, keyinchalik ortingdan boraman. Opa, men ketolmayman. Bunday qilmang, o'tinaman. Birga ketamiz. Iltimos sizdan yo'q demang. Yana meni bir o'zimni qoldirmoqchimisiz? Seni yolg'iz qoldiradi deb kim aytdi? Sen meni yuragimni bir parchasisan. So'z beraman. Seni yoningga qaytaman. So'zmi? So'z. Aldamaysizmi? Aldamayman yagonam. Uni so'nggi marotaba ko'rib turganim uchun mahkam bag'rimga bosdim. To'yib, o'zim parvarishga yordam bergan sochlarini silab, hidlab turdim. Kechir meni go'zal, beg'ubor singlim. Endi hech qachon ko'rishmaymiz. Sen baxtingni topasan. Albatta, bunga ishonaman. Bir-biridan ayrilishini qalban his qilib, mahkam quchoqlashib turgan ikki opa-singilni mashinaga qayta o'tirgan yigit ikki qizni ajralishiga sabab bo'ldi. Mashina ichidagi ob-havoni ko'rib, hech gapdan xabari bo'lmagan Yusuf hazil qilishga kirishdi. "Oho, bu yerda nima bo'ldi-ya? Mashinamni cho'ktiray debsizlar-ku, ikki opa-singil. Tinch okeanidan ham o'tib tushdingiz-ku.
Yig'layotib kulib yuborgan singlimga qarab, men ham zo'raki tabassum qilib qo'ydim. Yusuf, qanaqa odamsan-a? Senga yolg'iz gaplashib olaylik, Samish bilan deb iltimos qilgandim-ku axir. Sen esa oshga pashsha bo'lib, peshonamizga kelding-a darrov. Yuzimga tirjaygancha bezrayib qarab turgan do'stginamga tikilib, yuzimga samimiy tabassum yugurdi. Qanaqa bezsan? Yusuf, bezrayma. Nega unaqa qaraysan? Odam ko'rmaganmisan nima balo? Yuzimga qarab qolgani uchun o'zimni noqulay his qilib, uni o'zini uyaltirmoqchi bo'ldim va uddaladim ham. Buni ko'zlarini olib qochganidan bildim. Ey ahmoq Yusuf, haqqini birovda qoldirmaydigan qizligimni bilarding-ku. Unutdingmi deyman. Yig'lab turib kulgan sendek yalmog'izni ko'rmayman-da har kuni ham. Bo'ldi-da endi. Bunday turaversak kech qolamiz. Ertalabgacha manzilimizga yetib olishimiz kerak. Ha, kichkintoy. Nega unday qaraysan? Qandaydir qo'rquv bilan bir menga, bir Yusufga qarab qolgan singlimga tushunolmay gapirdi Yusuf. Yusuf aka ham bilmaydilarmi hali? Menga savol berib, Yusufning yuziga tikilib qoldi. Nima haqida gapiryapsan kichkintoy? Men nimani bilmas ekanman? Gapirsang-chi Mahdi. Aytmagandim Yusufga. Kechir meni do'stim. Sendan yordam so'rab, eng muhim gapni aytmadim. Mahdiya, ismimni jiddiy va to'liq aytib, menga javob talab qilgudek nigohini tikdi. Haligi, bilasanmi Yusuf, men qoshlarini osilib ketganidan kayfiyati buzilgani aniq. Jahli chiqqani ham tabiiy. Xo'sh Mahdi xonim, ikki quloqim sizni tinglashga mushtoq bo'lib turibdi. Gapini oxirini cho'zib kesatdi. Kechir Yusuf. Bundan boshqa gap chiqmadi tilimdan. Menga hayrat bilan qarab turganini bilganim uchun mashina oynasidan ko'chani tomosha qilayotgandek ko'rsatdim o'zimni. Boshqa gapirmasligimni bilgan singlim o'zi tushuntirmoqchi bo'lib gap boshladi. Opam meni yolg'iz qoldiryaptilar. Takroran. Meni qarorlarimni o'zgartirishga harakat qilgani besamar ketgani uchun Yusufdan foydalanmoqchiligini anglab, singlimga yomon qarash qilib qo'ydim. Ta'sir qilar degan umid bilan. Qayoqda? Bu qizga endi bu narsa chivin chaqqanchalik ham ahamiyati qolmagani aniq. Albatta, endi meni ranjiydi deb qo'rqmaydi. Chunki ma'lum vaqt yoningda bo'lmayman dedim. Shu gapim uchun ham mendan qasd olibdi bu qiz. Endi barini Yusufga ham tushuntirishim kerak. Lekin eng yomoni oldinda. Yusuf, men qolaman. Lablarim titrab, zo'rg'a shu gapni aytishni eploldim. Yana bir og'iz gapirgudek bo'lsam, yig'lab yuborishimni his qilib, labimni tishlab o'tirdim. Chuqur-chuqur xo'rsinib qo'ydi. Biladi, men bir qarorga kelishim oson bo'lmasligini va bu qarordan qaytarish ilojsizligini. Shuning uchun faqatgina nega deya savol bera oladi xolos. Shuni istadim. Iloji boricha sovuqroq munosabat bildirishga harakat qilar ekanman. Buni qanchalik uddasidan chiqqanimni bilmayman. Imkon qadar ularni tezroq ketkazib yuborishim zarur. Yusuf, tezroq ketinglar. Bir nuqtaga qarab qotib qolgan do'stimni turtib qo'ydim. Bir necha marta yana ismi bilan chaqirdim. Yusuf, Yusuf, meni eshityapsanmi? Biron nima degin, iltimos sendan. Hali ham toshdek qotib o'tirgan yigitni takror turtdi qiz. O'ziga kelgan yigit yuziga baqrayib turgan qizga qovoqlarini uyib qaradi. Xayolingga ham keltirma Mahdi. Eshitdingmi aslo? Aslo bu yerlarda seni qoldirmayman. Nega bunaqa qaraysan-a? Men sendan fikringni so'ramadim. Ustiga ustak men xayolimga keltirmadim. Bir qarorga keldim. Ana shunaqa Yusuf afandi. Yoshlikda bo'lgan so'z janglari yodimga tushdi. 5 yil ilgari qanday bo'lsa hozir ham eski kunlar kabi. Ikkimiz ham past ketgimiz kelmaydi. Deyarli doimo men yutardim. Buni sababi Yusufni menga yon bosishi edi. O'sha damlarga qaytish uchun borimni berishga rozi edim. Afsus, u onlarga qaytish imkonsiz. Yusuf, menga va'da ber. Singlimni doim himoya qilaman deb. Uni xafa qildirib qo'ymayman.
o'zim ham ranjitmayman deya. Hali ham bir so'z deyolmay turgan do'stimga gapirdim. Men gapirmasam, o'zi gapirishni xayolini bir burchagiga ham keltirmaydi. Tavba, qanday yigit bo'ldi, hayronman. Men sen, lekin qanaqasiga? Men eplolmayman. Singlingdan o'zing xabardor bo'lganing yaxshi. Tutila gap boshlab, arang so'zlarini yakunladi va menga old oynachidan qarab qoldi. Qarashlari juda g'alati. Avval hech uni bunday qaraganini bilmayman va eslolmayman. Yusuf, iltimos, qarorlarimni o'zgarmasligini hech kim bilmasa ham sen bilasan-ku, to'g'rimi? Asta boshini ha ma'nosida silkib qo'ygani uchun gapimda davom etdim. Agar sen eplolmayman desang, men kimdan yordam so'rayman? Sendan bo'lak ko'mak so'rovchi yaqinim yo'q. Meni so'nggi iltimosimni rad etma. Yo'q Mahdi, bunday dema. Men eplolmayman demoqchi emasman. Shunchaki seni bu yerda nima uchun qolmoqchi bo'layotganing qiziq. Haqiqatni aytishni istamay, yolg'on to'qishga kirishdim. Dadam bilan hisob-kitobim bor. Buni hal qilmay, yangi hayot boshlolmayman. Agar nasib qilsa, peshonamizda bo'lsa, albatta yana ko'rishamiz. Xalitdan buyon ko'p yig'laganidan endi hiqillab qolgan singlimni quchib oldim. Endi esa tezroq ketinglar. O'zingizni asrang, ikkingiz ham. Eshitdingizmi? Ham iltimos, ham buyruq ohangida gapirib qo'ydim. Bir og'iz so'zingiz, opajon. Lekin siz ham so'z berishingiz kerak. Albatta befarq bo'lmaysiz o'zingizga. Vaqtida dam oling, ovqatlaning, umuman olganda o'zingizga qayg'uring. Xo'pmi? Albatta, so'z beraman. Meni borlig'imsan. Shuni unutma. Kelishdikmi? Kelishdik. Qo'llarimizni siqib qo'ydik. Hali ham bir so'z aytmagan Yusufga oxirgi marta qarab, mashinadan tushayotganda ikkisiga yana o'zlarini ehtiyot qilishni aytdim. Yaxshi yetib olinglar. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizlar menga doim qadrlisizlar. Asta mashinadan tushdim. Old eshik ochilib, Yusuf ham tushdi mendek. Hoynahoy singlimga tushmasligini tayinlagan ko'rinadi. Ketidan u tushmagani uchun shu xayolga bordim. Shoshma Mahdi. Men tushunmay qoldim to'g'risi. Nima uchun bunday qilayotganing meni o'ylantirib qo'ydi. Maqsading nima o'zi? Menga ginali qarab qoldi. Yusuf, shunga majbur ekanimni bilganingda edi. Senga hammasini aytsam, bu yo'ldan qaytarish maqsadida meni o'g'irlab ketishga ham rozi bo'lishingni bilganim uchun haqiqatni sendan yashirishga majburman. Yusuf, men qolaman dedim. Eshitding-ku. Yana meni savolga ko'mib tashlama. Seni endigina topdim-ku. Yana olislamoqchimisan? Mendan takror qochyapsan, to'g'rimi? Dilizxor qilmasligim uchun uzoqroq turmoqchisan, shundaymi? Gapirmoqda jim turma. Sukuting meni ado qilyapti. Jimman. So'z deyishgada holim qolmadi. Nega gapirolmay qoldim, xuddi tildan qolgandekman. Balki do'stim deb yurganim meni do'st sifatidan ortiqroq ko'rgani uchundir. Yoki bo'lmasa, ilk bor yigit kishidan dil izhor degan so'zni eshitganim boisdir. Bilmadim. Yusuf uchun do'stdan qadrliroq ekanimni his qilardim. Ammo bu yoqtirish yoxud sevgi degan o'y xayolimga kelmagandi. U holda eshit. Sen gapirmasang, dilimdagilarni o'zim aytaman. Menga do'st bo'lmagansan. To'g'ri, avvaliga seni do'stdek qabul qilganman. Ammo sen bilan do'st bo'la olmasligimni anglab ketdim. Sendan uzoqlashmaslik uchun o'zimni senga do'stdek tutganman. Nega bilasanmi? Chunki uzoqdan sevganman. Yoningda do'st singari turishni afzal bildim. Sen menga yoqasan, Mahdi. Seni sevaman, Mahdiya. Sevaman. So'nggi ikki so'zi juda past chiqdi. Arang tushunib oldim. Anglab turibman, lekin ojizman. Bu gaplar shu qadar kutilmagan bo'ldiki, ular sabab miyam o'chib qolgandek his qilyapman. Bunday narsa boshimga tushmagan. Balki shuning uchun o'zimni qanday tutishni bilmayotgandirman.
Yusuf, singlim senga omonat. Uni asra, iltimos. Gapirgan gaplarini eshitmaganga oldim. Bunday qilganimni ko'rgan har qanday inson bu yigitni mensimadi deb o'ylashi tabiiy. Ammo men sevgi izhoriga munosib javob berishni bilmayman. Hattoki hech kimga seni yaxshi ko'raman ham demaganman. Singlimdan bo'lak